bizi xalqimizni bolamizga shunaqa mehrimiz kuchayib ketganki, tug'ilib katta bo'lib o'zini boqib nabiramizni ham boqyapmiz-da. O'zi 40 ga kirib qolsa ham bolasini qarashingiz kerak-da. Nabira uchun ham jon kuyiktiramizda, qaraymiz-da, boshqa iloji yo'q. Shunaqa millatmiz ekanda. Lekin hamma narsada chegara bo'lgani kabi kuyov bolalarga aytish kerak. Bolam bo'pti, to'yingga yordam beryapman, ta'lim beryapman. Mahrni o'zing top deyish kerak. Ustachilik qiladimi? Topsin. Nikohni qadriga yetadi. Ehtimol o'shunda ovqatni sho'r qilib qo'ygani uchun ham taloq qilib yubormaydigan bo'lib qolar. Ovqatni sho'r qilib qo'ygani uchun taloq qilib biz idoraga kelyapti. Kiyimini noto'g'ri dazmol qilib qo'ygani uchun ham taloq qilganini men guvohi bo'ldim. Men aytdim, qanaqa ahmoqgarchilik. Shuning uchun mahr o'ta muhim.